Dаңлıq kişilik hüquq advokati Sir Jeffrey Nice başçılığında Angliyaның London şəhrində qurilgan müstəqil sot kollegiyası, Uyğur sot kollegiyası uzun müddətlik təkşürüş və paket toplaş arqılıq 9 dekabr günü Xitay hökuməti Uyğurlarga irqi qırğınçılıq yürgüzüyotidu degan axırqı hükümni çıxardı. Sir Jeffrey Nice hükümnaməni e'lon qildi. On the basis of evidence heard in public, the tribunal is satisfied beyond reasonable doubt that the PRC, by the imposition of measures to prevent births intended to destroy a significant part of the Uyghurs in Xinjiang, as such, has committed genocide. Ochiq oshkor isbot anglash yig'inlarida to'plangan dalillarga asosan sud kollegiyasi mantiqiy shubhalardan xoli holda shundoq hukm chiqardiki, Xitoy Xalq Jamhuriyati Xinjiangdagi Uyg'urlarning ko'p qismini yo'qotishni maqsad qilgan tug'ilishning oldini olish tadbirlarini yo'l qo'ydi va bu orqali irqiy qirg'inchilik qildi. Шуның белән бер вакытта мәзкур сот коллегиясе яна Хитаенның уйгыр ва башка төрки милләтләргә йөргизеп аткан башкару сиясәтләренең инсаниятка каршы җинаят икәнлегенә җакарлады. Мәзкур сотта яна Хитаи хөкүмәте үткәзгән ирқи кыргынчылык ва инсаниятка каршы җинаятьләргә Хитаи Компартиясының баш секретаре Си Цзиньпин, Уйгыр автоном райлык партиякомының секретаре Чин Чуанго катарлыкларның бевасты җавапкар икәнлеген белдерде. Уйгыр сот коллегиясе 63 бәтлек хөкемнаманы өзенең рәсми тор бетидә элан кылган булып, хөкемнамада 3 кытымлык испат аңлаш йыгынында топланган барлык испатлар мөнәсәбәтле канунларга асасын тәфсилий төшендерелгән. Хитаи хөкүмәтенең уйгырларга каратмылык йөргизгән бастырышларны ирқи кыргынчылык ва инсаниятка каршы җинаят дип җакарлашның асаслары берме-бер күрсәтелгән. Сот ахырында Уйгыр сот коллегиясының баш сотчысы Сир Джеффри Найс ахыркы хөкемнаманы укып үтте. Bu Xitoy Xalq Cumhuriyeti Uyg'urlar ustidan atalmış nopusni a'lolashtirish nishoni bilan tug'ut cheklash va tug'ish nisbatini tövəletish orqali nopusni qisqartish maqsadiga yetish uchun qasddan sistemalik va birgavlashgan siyosat yurgizganligini, buning Birlashgan Davlatlar Tashkilotining irqiy qirg'inchilikning oldini olish ahdnomasidagi irqiy qirg'inchilikqa berilgan izohatlarga dal tushadiganligini bildirgan. Kommunizm qurbonlari xotiri saroy fondining Xitoy ishlari tadqiqotchisi Adrian Zenis e'lon qilgan 28 betlik homildorlikdan saqlanish, majburiy tug'ut cheklash Xitoy Kompartiyasының Uyg'urlarning tug'ilish nisbatini kontrol qilish harakati nomli dokladda Xitoy hukumatining planliq tug'ut siyosatiga oid rasmiy hujjatlardagi mazmunlar va bu siyosatning orqasiga yoshirilgan planlari oshkorlangan edi. Dokladda yana Uyg'urlar eng ko'p o'ltiraqlashgan Qashqar va Xotandan iborat ikki rayondagi Uyg'ur noposi 2015-yildan boshlab tiksizlik bilan tuvallab manganligi, 2020 yilga kelganda noposning ko'payish nisbati 0 bo'lganligini ko'rsatgan. Adrian Zenis efendi sotning hukmidan keyin bu vaqtda radiomizga bergan yozma javobida sotning hukmi haqidagi hissiyotini mono jumlalar bilan ifodalagan. Bugun Uyg'urlar uchun tarixiy bir kun bo'ldi. Men hammanglar uchun intayin xushal bo'ldim. Uyg'ur sot kollegiyasining bosh sotchisi Sir Jeffrey Nice Uyg'ur sot kollegiyasi qurilganda Angliya Sky xabarlariga qilgan so'zida biz faqat barliq faktlarga qarab chiqib qonunlarga tatbiqlaymiz. Shundaqla nimalarning isbotlanganligiga qaror qilamiz degan edi. Uyg'ur sot kollegiyasining muavin raisi Nikolasovich Apandi mustaqil Uyg'ur sot kollegiyasi haqida radiomizga bergan ziyoratida mundaq degan edi. Bu sot kollegiyasi bir ommaviy kollegiya. Uning hech qanday savdo va yoki siyosiy faoliyatchilik xarakteri yo'q. U qonuniy tartib bo'yicha ish olib boradi. Uning a'zolari advokatlar va jamiyatning boshqa sohalaridagi nopuzli kishilardan tarkib topgan. Biz faqat faktga asoslanamiz. Biz jinoyat o'tkazilgan yoki o'tkazilmaganligiga qaror qilishda qiyos farazlarga emas, faqat dalil isbotlarga asoslanamiz. Uyg'ur sot kollegiyasi Dunyo Uyg'ur qurultiyining Xitoy hukumatining Uyg'ur xalqiga qarata yurgizayotgan zulmlari ustidan xalqaro qonun bo'yicha tekshirish olib berishni talab qilish bilan qurilgan. Sotqa naq maydondan qatnashgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Aysa apandi sotning hukmi haqida mundaq dedi. Bugun Uyg'ur xalqi uchun shundaqla Sharq Turkistondagi qozoq va boshqa xalqlar uchunmi tarixiy bir kun. Uyg'ur soti dunyoga Xitoy hukumatining Sharq Turkistonda olib borayotgan jinoyatni irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb jakoladi. Demak, dunyoda bir adolatning borligini, dunyoda haqqoniyatning borligini yana bir qatim shohid bo'ldik. Endi 1948-yili Birlashgan Davlatlar Tashkiloti qabul qilgan irqiy qirg'inchilik ahdnomasi qo'l qo'ygan davlatlar va Birlashgan Davlatlar Tashkilotining harakatga o'tish zamoni keldi deb o'ylayman. Demak, davlatlarning, bo'libmi demokratik davlatlarning va butun insoniyatning bu qirg'inchilikni to'xtatish bir majburiyat bo'lib o'tirib chiqdi. Bu bir qonuniy davlatlar uchun bir qonuniy majburiyat, ba'zi shirkatlar uchun, shaxslar uchun,
va xalqaro tashkilotlar uchun ham qonuniy ham bir axloqiy majburiyat bo'lib o'tirib chiqyotdi. Shuningga buningdan keyin biz dunyo qurultiyi bo'lish sifatimizdan, butun Sharq Turkiston tashkilotlari bo'lish sifatimizdan, butun faoliyatchilar bo'lish sifatimiz bilan bu sotning qarorining ijro qilinishi uchun texmo aktiv harakat qilishimiz, texmo keskin shaklda dunyoni bu sotning qarorini ijro qilishga rag'batlantirishimiz, besim qilishimiz va dunyoni bunga qisishimiz kerak. Hamda bu sotning hukmidan keyin davlatlarning va yoki xalqaro tashkilotlarning bu irqiy qirg'inchilikni nisbatan sukut qilishga hech qanday bir sabab qolmadi. Shuningga bu vazifa butun inson o'g'lining xalqaro tashkilotlarning va demokrat davlatlarning ustidagi bir majburiyat bo'lib o'tirg'i chiqdi. Uyg'ur sud kollegiyasi Xitoy hukumati Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizyotdi degan hukmni chiqargandan keyin Xitoyning Londondagi bosh elchixonasi bu vaqt inkaslarga darhol javob qaytarmagan. Xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Wang Wenbin 9 dekabr kuni Beijingda muxbirlarni kutib olish yig'inida so'z qilib, Xinjiangdagi atalmish majburiy emgak va irqiy qirg'inchilik butunlay rezil gap degan. Newcastle Universitetining Xitoy ishlari mutaxassisi Joanne Finley Smith xonim ABC xabar to'riga bergan ziyoratida bu hukmning har qaysi davlat hukumatlarining harakatga o'tishiga turtki bo'ladiganligini aytgan. U yana mundaq degan: Bu qirg'inchilikning oldini olishga yanada vaqt bor. Hukumatlar, xalqaro organlar va tashkilotlarning qo'l chiqib bu masalani hal qilishiga yanada fursat bor. Muhajiratlik Uyg'urlar ijtimoiy taratqularda Uyg'ur sud kollegiyasining Xitoy hukumati Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizyotdi degan hukmini qayg'uli xush xabar deb ifodalagan. Uyg'ur sud kollegiyasining hukmi e'lon qilingan batlarning ostiga minglagan Uyg'urlar illodan beri izdirkin ololmayotgan ota-ona, qarindoshlarning rasmlarini chaplagan. Ular yozmalarida oilasidagilar bilan sog'-salomat ko'rishni orzu qilganligini, dunyodagi barliq hukumatlarning bu irqiy qirg'inchilikni baldirroq to'xtatish uchun harakatga o'tishini umid qilganligini bildirishgan. Bu programmani Nuriman tayyorladi.